Ayni damda Qo'shg'irdagi yoshlar bog'ida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida mustaqillik to'yi ma'naviy ma'rifiy va madaniy tadbiri bo'lib o'tmoqda. Oltiasor qo'shchilar voqealari va butun shahrimiz aholisi uchun tashkil etilgan bayram dasturida san'atkorlar hamda iste'dodli yoshlar ishtirok etib, mustaqillik shodiyonalarini katta tantanalar bilan nishonlamoqdalar. Tadbir davomida mahalla aholisi va mehmonlar uchun milliy kuy-qo'shiqlar, folklor va estrada jamoalarining konsert dasturlari, ijodiy chiqishlar hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar namoyish etildi. Yoshlar bog'ida tashkil etilgan attraksionlar, ko'ngilochar o'yinlar va xalq sayli bayramga yanada fayz bag'ishladi. Turli yoshdagi fuqarolar mazmunli hordiq chiqarib, ko'tarinki kayfiyatda vaqt o'tkazdilar. Yakunda festival ishtirokchilari yurtimiz tinchligi, xalqimiz birdamligi va milliy qadriyatlarimizni ulug'lovchi bayram dasturlaridan katta mamnuniyat bilan bahramand bo'lib, mustaqilligimizning 35 yilligiga bag'ishlangan tantanalarning yorqin namunalaridan biriga aylangan ushbu tadbir barchaga unutilmas taassurotlar ulashdi. Ulug'bek Narboyev, Yangilina Melixova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.